Televizorda izleme için kanalımıza mutlak abone olun. Seni Media. Bugundan boshlab men sizni kuyovingiz emasman. Xotinimga javobini berdim. Meni nima aybim bor? Nimalar deyapsiz? Bu nima deganingiz? So'zingizni qaytarib oling hozir. Nozimaxon, xonangizdan chiqing. Salonga bormang. Uni qilmang, buni qilmang. Onamni ustida masxara qilmagin. Qizimni bir tola sochini ham bermayman. Endi mendan ko'radi bu it. O'z bilasiz. Men sizlarning oilaviy ishlarga aralashmayman. Bu kasalxonama kasalxona urish joningizga tegmadimi? Bo'ldi-da endi. Qachongacha mendan qochib yurasiz? Men sizdan qochmayapman, davolanyapman. Hech qayerga bormaysiz, tamom. Bugun men bilan qolasiz. Yuring. Qo'yib yuboring. Ha, Qo'yib yuboring qo'limni. qani ichkariga. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Dada, biz qilar ish qilib qo'yib keyin aybdor qidiramiz. Afzal aka meni kechirmasligini bilgandim. Bunaqa bo'lishiga o'zimiz aybdormiz. Tan olaylik, dada. Kim o'zi u? Nega kechirmaslik kerak? Ish yurishmasdan yurgan yigit edi o'zi. Maoshga kun ko'rib yurgan, bir ikki bo'lmaydigan bir so'tak. Dada, biri ikki bo'lishiga biz qo'yib bermadik-ku. Harakat qilayotganda. Bo'ldi. O'sha eringni yonini olurmagin. U sendan kechdi. Shuni tushunyapsanmi? Kerak emassan. Bor ket dedi. Dostlar, video burada dayandı. Men qabul qila Çünkü olmayman siz hele bunu kanalımıza abone olmamışsınız. kim Kanalımıza o'zi? abone olan Bizga ishingni kimi ko'rsatadigan. video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izlemek için Dada, kanalımıza jahl ustida abone biror olun. nima qilib qo'ymang, iltimos. O'zingizni bosing. Agar eringga yana bir marta yalinsang, men seni kechirmayman. Tushundingmi? Xo'p. Boshqa yalinmayman. O'sha so'tak oyog'imga kelib yiqilsagina qaytishini o'ylab ko'ramiz. U yalinmaydi, dada. Kutmang. Buni hali ko'ramiz. Men bilaman, dada. 10 yillik turmush o'rtog'im u. O'zi hammasiga o'sha sodiq aybdor. O'sha keldi-yu, meni boshimni qotirib, hammasini rasvo qildi. O'sha Qayerga, dada? men Sodiqning oldiga borib kelaman. Yarim kechasi-ya? Ha, yarim kechasi. Bechora Rasul Rahmonovich. Pulsiz, chorasiz qolganingizda yana men bilansiz. Pulingiz bor bo'lganda esa qaydagi ayollarni orqasidan yugurib, meni oyoq osti qilgan edingiz. Qo'y shu mavzuda gap boshlamagin. Eslashni ham xohlamayman. Qaydagi bir ayolni deb kafangado bo'ldingiz. Boplab tushirib ketdi. Men qara, senga pul kerakmi yoki yermi? Oldin bolam, chaqam, oilam dedim. Endi o'ylab qarasam, pulam kerak ekan. Ikkalasi ham kerak ekan. Buning ilojisi yo'q ekan. Bittasini tanla.
Oilani tanlagandim, nima qildingiz? Har safar mana shu narsani yuzimga solishdan charchamadingmi? Eslamaslikni iloji yo'q. Rasul aka, bir narsani o'ylayapman. Aha. Bola asrab olsak-chi, qizaloq. Bolani nima qilasan? Nima qilaman? Katta qilaman. Mehr beraman. Xat hujjati ko'payib ketgan deyishadi. Bilmadim, olish qiyin deyishgan. Bekorchiman-u. Mana shu xat hujjatni orqasidan yugurib, hammasini o'zim eplayman. Shiringina qizaloq olaylik. Menga hamroh bo'lardi. Mayli, o'ylab ko'rarmiz. Mayli, men ishga borishim kerak. Kech bo'lganda qanaqa ish? Kun bo'yi sen bilan yurdim-ku. Ishxonadagi ishlarni hammasi qolib ketdi. O'zi hammayoq xarajat bo'lib yotibdi. Ishlamasam bo'lmaydi. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Nimadir bo'lsa, qo'ng'iroq qilarsan. Yaxshi boring. Xo'p. Rasul Rahmonovich, yashayversak ko'raveramizda. To'xtang. Uy ketyapsizmi? Ha, boshqa yoqqa ham borardim. Bugun kafega bormaysizmi? Yo'q. Endi oyim u yerda ishlamaylar. Men o'zim oliy olib, oyimni boqaman. Yaxshi. Menga qarang, agar pul uchun orqamdan yurgan bo'lsangiz, menda pul yo'q. Menga pul kerak emas, pulim bor. Nima kerak bo'lmasam? Nega orqamdan yuribsiz? Menga do'st kerak. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. Meni istaydigan, meni tushunadigan odam kerak. Shunga sizni o'zimga yaqin olgan edim. Uzr. Bo'pti, to'xtang. Sal qattiq gapirib yubordim, uzr-a. To'g'risi, ozgina sizdan qo'rqdim. Narkoman bola yomonlik qiladi deb o'ylagansiz, to'g'rimi? Shunaqa? Aytdim-ku tashlaganman deb. Hozir yomon bola emasman. Hayotimni yaxshi tomonga o'zgartiryapman. Yaxshi bo'lishga harakat qilyapman. Menga yordam kerak. Menga yordam berasizmi? Mayli. Rahmat. Mendan jahlingiz chiqmasin. O'zimni himoya qilyapman xolos. Sizni dilingizni ham og'ritmoqchi emasman. Demak, siz bilgansiz. Unda nima uchun menga turmushga chiqdingiz? To'g'risini aytsam, meni baxtli qilasiz deb ishondim. Sizga bog'lanib qoldim. Siz meni hayotimga quvonch olib kirgan yagona insonsiz. Hech kim qilmagan yaxshiliklarni qilyapsiz. Endi ayolingiz bo'lib, o'zimni sizga baxshida qilaman deganda qo'limga shu ma'lumotlar kelib tushdi.
Boshida ishonmadim. Dushmanlaringiz o'ylab topishgan deb o'yladim. Kasalxonada qon oldirib tekshirtirganimda hammasi ravshan bo'ldi. Shundayam dilingiz og'rimasin deb bildirmadim. İçimga yutdim. Yuzingizga solmadim. Qanday qilib menga shuncha yaxshilik qilgan insonni yuziga oyoq qo'yishim mumkin dedim. Keyin esa kasalxona sahnasini o'ylab topdingiz. Yo'q. O'shanda rostdan hushimdan ketdi. Qo'rquvdan bo'ldi. Bir necha kun asabiy yurdim, keyin stressdan bo'lsa kerak, hushimdan ketib qoldi. Mehribonim, meni bu dunyodan umidlarim ko'p. Menga bunday hayotni, bu kasallikni ravo ko'rmang. Ket desangiz hoziroq ketaman. Hech narsa kerak emas, shundoq chiqib ketaman. Siz nima desangiz shu bo'ladi. Xudoga shukr. Dadasi, sochiq. Nima ishni qilib yuribsan, ahmoqqinam? Senga bu o'yinda nima bor edi? Aralashma deb 1000 marta aytdim. Otang bilan meni kelishtiraman deb nima ahvolga tushding? Oxir oqibat o'zingni qurbon qilding. Dadasi,
Kiymabsiz-ku shpagizni. Men yutdim. Tuz meni qo'limda. Yashavor nazokat. Yana bir qadam qoldi. Mana shu qadamni ham tashlasang, hammasi sen o'ylagandek yakun topadi. Men ketyapman. Sizni baxtingizni to'sib tura olmayman. Menga sizdan boshqasi kerak emas. Yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Buni ham tashlab ketyapman. Tekshirib oling. Men qolsam, keyin afsuslanasiz. Shuning uchun meni yo'ldan to'xtatmang. Men o'ylab bo'lganman. Keyin vijdonim qiynaladi. Keyin buni iloji yo'q-ku. Qanday qilib meni ham o'zingizni ham qiynamang. Sizga xalaqit berishni istamayman. Nazokatan meni tashlab ketdi. Hammasi birma-bir tashlab ketyapti. Bu hovlida bir o'zim yashaymanmi endi? Qaysi gunohlarim uchun? Yolg'izlik meni peshonamga yozilganmi? Mayli. Menga xotinlik qilmasa ham yonimda yursa bo'lardi-ku. O'zi Manzura bilan 15 yil shunaqa yashaganman. Demak, meni taqdirim shu ekan. Peshonamga xotin zoti bitmagan ekan. Chidaysan endi Sodiq, chidaysan. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Ha, tinchlikmi? Kechasi kelibsan. Ha, tinchlik oyi. Sizni sog'indim, ko'rib ketay dedim oyi. Yo'q, to'g'risini ayt. Anu ilonchang yaxshimi? Oyi, nima deganingiz bu? Yo'q, endi hali ketganiga hech qancha bo'lmadi-yu, yarim kunda sog'indingmi? Nima qilibdi? Dadam qayerdalar? Ofisga ketdilar. Yangilik. Bugun Rasul Rahmonovich kuni bo'yi men bilan aylandi. Yo'q. Shunga kech bo'lganda ishga ketdi. Siz bilan aylandilarmi? Nima qilibdi? Men odam emasmanmi? Yo'q. Mana ko'rdingizmi? Biz alohida yashaganimiz ham sizlarga foyda bo'lyapti, lekin. Munosabatlarni tiklayapsizlar. Yaxshilikka degin? Balkim. Anchadan buyon dadangni bu kayfiyatda ko'rmagandim. Boshqacha, o'sha oldingi Rasul Rahmonovich.
Ko'z tegmasin. Asaloyi boshlanibdi-da. Buning uchun siz Nozimaga hozir Telegramdan yozib rahmat deb qo'ying. Yana Nozimaga, yana Nozima. Bo'pti, biznikiga qachon borasizlar? Nega borishim kerak? Hech kim meni chaqirgani yo'q-ku. Anu ilonchangni ham ko'zi o'chib turgani yo'q, oyijonim keladilar deb. Mana men sizni chaqirdim-ku. Sen boshqasi. Men o'g'limsan, sen chaqiryapsan. Lekin anu iloncha chaqirmayapti-yu. Qo'y. Bir-birimizdan biroz dam olaylik. Xo'sh, gapir. Alohida yashash qanaqa bo'lar ekan? Zo'r deyolmayman. Zerkarli. Ikkita odam bir-biriga qarab o'tiradi. Keyin u yerda siz yo'qsiz. Intrigani boshlab turadigan. Shu ham hayotmi, oyi? Endi o'ylab qarasam, shu hammasi intrigalar bilan, bir balolar bilan, xullas hayotimizni-chi mazmuni ekansizda. Hayotimiz-chi sizsiz xuddi tuzsiz ovqatga o'xshab qoldi. Voy, yaramasang. Menga chiroyli qilib o'zingcha ta'rif berib olib kelib, oxirida tuzsiz demoqchimisan? Ha yo'q, tavba qildim deng. Sizni yaxshi ko'raman. Siz bizga keraksiz demoqchiman. Agar bilsang, men asalman, novvatman. O'zim o'ylanib ketdim. Esi joyidami bu odamni? Homilador ayolni ham tashlab ketaveradimi? Bir o'zi qo'rqadi deb ham o'ylamaydi. Farhod akam bo'lganlarida o'zlarini kaltlari bilan ochardi-ku. Kim bo'lishi mumkin? Kim bo'lishi mumkin ekan-a? Alo. Anozi? Uxlamadingmi hali? Farhod aka, yarim kechasi yangi uyda meni nima bir o'zimni tashlab ketasiz? Qo'rqyapman, tezroq keling. Hop, hozir boraman. Oyi bo'pti, men ketdim. O'tir. Ha, komanda bo'ldimi? Qayting deb-a? Yuguryapsan? Ilonchang yomon-a? Ha, bir o'zi qo'rqyapti, yangi uy oyi. Qara-ya. Jon, meni jonim ekan-a, bir o'zim qolganda qo'rqmagan. Mana hozir ham bir o'zimman. Men ham qo'rqyapman. Hamdo gaplash. Borasan uyingga. Xo'p, nima haqida gaplashmoqchisiz? Gapiring. Xo'sh. Uying yoqdimi? Qancha to'layapsan? Bo'ladi. Yomon deyolmayman. Endi ijarasini $400 gaplashdim. Oyligingni shunda olar ekansan-u. Uyga to'lar ekansan-da. Qaysi pulingga ilonchangga qulupnay olib berasan? Shuni o'zim maslahatlashmoqchi edim siz bilan. Ishdan keyin kiraga chiqmoqchiman. Kiraga? O'ylab gapiryapsanmi? Osonmas o'g'lim. Kunduzi ishlasang, ishdan keyin kira qilaman desang. Yo'lda yurasan, o'g'lim, charchab qolasan-u, qachon dam olasan? Nima qildi oyi? Hozir 70% erkaklarimiz shunaqa qilib ko'chada daromad qilyapti.
Anu ilonchang o'rgatganda. Oyi, hech kim menga hech narsani o'rgatgani yo'q. Aniq o'rgatgan. O'sha miyangga quygan o'g'lim, nima desa qilyapsan. Qoyil. Ana. Nazokat qaytib keldi. Fikrdan qaytibdi. Aytdim-u qaytadi deb. Hozir. Meni go'zalim, hozir. Banu. Hozir. Hozir Banu. Banu. Keling. Bevaqt keldimmi? Boshqa odamni kutayotganmidingiz? Aniq sizda emas. Nima gap, tinchlikmi? Tinchlik emas. Nima bo'ldi? Shogirdingiz Xudoni balosi ekan. Kiringchi. Kiring. Voy, ovqat yeyishdan boshqa dardinglar bormi? Kirganimni ham bilmaysanlar. Oyi, tinchlikmi? Narsalaringizni yig'ib keldingizmi? Bo'ldimi? Tugadimi o'yin? Bo'ldi. Hozircha tanaffus. Issiqcha qo'ying. Miyam og'rib ketdi. O'tiring. Gapiring. Nima bo'ldi? Biz yutqizdik. Nima? Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. Pul topibdimi? Ha, topdi. Bir chamadon pulni yuzimga otib ketdi pastkash. Nima endi loyiha sotilmaydimi? Ha, sotilmaydi. O'ziga boshqa hamkor topibdi. Meni o'yindan chiqarib yubordi. Yana kamiga qizimni ham javobini berib yubordi. Hammasi sizni deb bo'ldi. Qizimning oilasi buzilib ketdi. Qayerdan ham sizni gapingizga kirdim o'zi, ha? Erkak bo'ling undan ko'ra. Xotinlarga o'xshab deyo qilasiz. O'zingiz ish sevila olmagansiz. Agar siz uning oldiga borib, meni chaqmaganingizda bunaqa bo'lmagan bo'lardi. Siz oilangizga men aralashmayman. Bu muammolarni o'zingiz hal qiling. Meniki hozir o'zimga yetib turibdi. Qizim uyda yig'lab o'tiribdi. Xo'sh, men nima qilib beray? O't qo'yingmi borib? Yo borib arashtirib kelaymi? Endi yarasha olmaydi. Kuyov jahl ustida javobini berib yubordi. O'rtada bola tirik yetim bo'ladigan bo'lib qoldi. Oyi, ish qilib o'tgan safargidek janjal bo'lmaydimi?
Bo'lmaydi, xavotir olma. Men oyimga ketib turaymi? Baqir chaqirdan qo'rqaman. Anu amaki sal g'alati. O'tiring joyingizga. Hech kim kelmaydi. Muncha qo'rqoqsizlar. Endi Anu amakini chakaga juda ham baquvvatda. Hammasini tinchlikda, xotirjamlikda hal qildim. O'zini aybdor qilib, sekingina ketib bordim. Va nihoyat bu safar tajribangiz oshibdi. Bunaqasi hech qachon bo'lmagandi, bilasizmi? Bugun g'alabani nishonlaymiz. Ana undan olib chiqaymi? Olib chiq. Bugun ichishga haqqim bor. Chunki men bunga arziyman. O'zimga o'zim qoyil qolyapman. Maktab ochaman. Erkaklarni boshini aylantirish bo'yicha. Ha. Hozir. Bugun tuzukroq ovqat qiling. Xo'p bo'ladi, aja. Nimaga kulyapsiz? Meni qizimning oilasi buzilib ketdi deyapman sizga. Zo'r bo'pti. Es-hushingiz joyidami o'zi? Men sizni aqlli, ko'pni ko'rgan odam deb yurardim. Dushmanni yengishi eng birinchi yo'li uni oilasini yo'q qilish. Oilasi tinch bo'lmagan odam tez yengiladi. Tuyg'ulari boshqara olmaydi. O'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi. Ana endi Afzalni siz cho'ktiramiz. Meni qizimchi? Mening kompaniyamda ishlaydi. U yerda nima qiladi? Ish topib beraman. Ana o'shanda ko'rasiz. Kuyovingiz ahvolini. Ha, bilishimcha Afzal xotinini rosa sevadi, ha? Shunaqa. Mana shu bizni qurolimiz bo'ladi. Hali ko'rasiz. Loyihani o'zi berib ketadi. Qizim juda ham qaysar. Ko'narmikin ishlashga? Ko'ndirasiz. Oilasini tiklamoqchimi? Unda harakat qiladi. Sizga ishonishni ham, ishonmaslikni ham bilmay qoldim. Siz menga ishonavering. Agar ikkalamiz birlashsak, dushmanni tez yengamiz. Endi tushungandirsiz, ha?
Nazokat, nazokat. G'alaba muborak. Tabriklayman oyijon. Jangda qanaqa o'ljalar bilan chiqdingiz? Buni sizlarga ayta olmayman. Asosiysi bu gal birorta talofatsiz chiqdim. Shu meni yutug'im. Oyijon, bu borada istasvaranglar. Kelin, Labbi oyijon. ko'pikli vanna tayyorlang. Dam olishim kerak. Birinchi marta erimni uyidan urush janjalsiz chiqdim. Endi bu yog'iga o'zimni ham sal o'ylashim kerak. Ha, bo'ladi oyijon. Keyin anaqa oyijon. Chaynalmasdan tez-tez gapiring. Bizni pulimizni kim beradi? Shuncha ishladik-ku. Rostdan. Qancha gap eshitdim. Bizga ortig'i bilan to'lash kerak, sasiqchol. To'g'ri. Men ham qarzga narsalar olib qo'ydim-da. Tavba. Qotirib ishlagandek so'rashinglarni qaranglar. Chol bergan hamma narsadan foydalanib, chol bergan ovqatlarni yeb o'tiribsizlar-yu. Yeb o'tiribsizlar emas, yeb o'tiribmiz oyi. Hammamiz birga. Sabr qilinglar. Beradi. Men uni yaxshi bilaman. Albatta beradi. Oling oyi. Rostdanam tashlab ketdi. Nazokat menga mol dunyo uchun tegmabdi. Agar pul uchun yashab yurganda qaytmasa ham mayli edi. Hatto mana shu bergan taqinchoqlarni ham olib ketmabdi. Ko'zi to'q ayol ekan. Boshidan unga aytishim kerak edi. Nimaga sir tutdim? Ochiqchasiga o'ynaganimda bunaqa bo'lmasmidi? Menda ham ayib bor. O'siz endi qanday yashayman? Men unga bog'lanib qolgandim. Kim menga g'amxo'rlik qiladi, kim? Hech kim ham yo'q. Qaraganimda bu sinovga duch kelaman deb o'ylamagandim. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. Ishxonada hech kim qolmadi. Shu hamma narsa menga kerak. Zarilmi menga?
Iye. Aytgancha, laboratoriyaga borishim kerak edi-ku. Alo? Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men Jahongirman. Ha, tanidim. Yaxshimisiz? Uzr, kech bo'lganda bezovta qildim. Hechqisi yo'q. Nima bo'ldi bizani masala? Tekshirdingizmi? Ha, tekshirdim. Telegramdan natijalarni tashab qo'yaymi? Ha, yo'q. Baribir men uni tushunmayman. O'zingiz tushuntirib bering shuni. Telefon orqali. Mayli. Organizmni o'ziga o'rgatib tinchlantirish xususiyatiga ega modda. Oddiy choy emas. Odatda bu moddani ishlab chiqaruvchilar qo'llashadi. Iste'molchilar doimiy mijoz bo'lib qolishi, bu ta'mni boshqa yerda uchratmasliklari uchun mahsulotlarga qo'shishadi. Bu haqida eshitgan bo'lsangiz kerak-a? Ha. Bu haqda eshitgandim. Demak, bu mahsulotdan ozroqdan berib turilgan. Shunaqa. Bu moddani bir necha oy davomida iste'mol qilinsa, odatda bog'lanib qolishadi. Narkotikka o'xshab, to'g'rimi? Endi oziq-ovqat narkotik desa ham bo'ladi. Qoyil. Buni qanaqa qilib uddalagan ekan? Lekin aytib qo'yay, bu narsani doimiy iste'mol qilish saratonga olib kelishi mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak. Sog'liq uchun ziyon deng. Shunaqa. Tushunarli. Ha, rahmat sizga. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Bu ayol ishini ustasi. Nimaga bu? Nazaga topa. Nimaga choyga buni qo'shib beryapti? Hoynahoy. O'ziga o'rgatib olyapti shekilli. O'rgatib oldi deylik. Bu bilan nimaga erishmoqchi? Endi nima dey? Yomon hijolatda qoldirding mani, yoyiq so'zlar topolmasdan. Ro'parangda hayron bo'lib turibman, endi qarani ey. Ay o'zimdan bo'lib sevibman, nima bo'lsayam jon deb seni shunday sevaveraman. Ha? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Sal yo'talib kirmaysizmi? Xo'p, yo'talsam hech narsani eshitmasding-ku. Yuragimni yorvardingiz. O'zi qo'rqqanimdan muzika qo'yib o'ynab o'zimni chalg'itayotgandim. Oyijoningiz ataylab jo'natmay o'tirdilarmi? Nimaga unaqa deyapsan? Bir o'zim qolganimni bilganlar-yu bo'lmasam. Qo'rqqanimdan xonaga ham kira olmadim. Hop, oyiz nima dedilar? Oyizmas, oyimiz. Hop, bo'ladi. Oyijonimiz Sulton Sulaymon hazratlarining xotini nima dedilar? Kechasi ishga chiqma deyaptilar. Boshlandi. Nimaga aytasiz taksi qilmoqchiligingizni? Shaxsiy hayotimizga aralashib nima qiladilar? Nozimaxon, maylimi onam bilan maslahatlashsam? O'zingiz bilasiz. Ashulayni qo'y.
O'yna? Kayfiyatimni buzdingiz. O'ynamayman. Vo, dangasa xotincham. Bo'pti, kirarsan. Keling, dada. Bolalar qani? Uxlashyapti. Gaplashdingizmi? Gaplashdim. Yo'l-yo'lakay o'ylab keldim. Nimani? Eringga ziyon yetkazishimni istamaysan-a? Unday ekan, ertadan Todaboyni kompaniyasida ish boshlaysan. Dada. Kim? Menmi? Albatta sen. Men ishlamayman-ku. Men ishlamayman. Siz bu odamni qanaqaligini bilasizmi? Bilmayman. Ishlamayman. Ishlaysan. Men so'z berib keldim. Gap tamom. Vassalom. Bular yana nimani reja qilishdi ekan-a? Tinchgina o'zi yashab bo'larmikin-a? Alohida xona tayyorlab qo'yinglar. Kim uchun? Nazokat opaganmi? Afzalli xotiniga. Eringiz bilan ajrashdim. Aybini bo'yniga qo'ydim. Qizlarini olib ketdilarmi? O'zim jahl ustida javobini berib yubordim. Kechirasiz. Sodiq Turg'unovich xonasidami? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sodiq Turg'unovich ishga olib kelishimni aytgandilar. Marhamat, o'ting bu yoqqa. Afzal xotinini Sodiq Turg'unovichni yoniga ishga kirganini bilsa, qay ahvolga tusharkan? Bugundan boshlab ofisda ish boshlarkansiz. Har bir masalani men bilan muhokama qilishingizga to'g'ri keladi. मंच पर आसीन सभी नेतागण, मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज प्रथम चरण का जो वोटिंग हो रहा है वो जीविका दीदी का परसेंटेज वोटिंग महिलाओं का ज्यादा हो रहा है। ये आप तालियों की गड़गड़ाहट से और प्रधानमंत्री जी आपके आने से जब मेरे क्षेत्र में और कहीं भी महिलाएं कहती हैं मोदी भैया जुग जुग जिए, हमको ये चीज दिए, तो मैं समझता हूँ आपके प्रति जो विश्वास है केवल भागलपुर ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम लोगों का, जो इस बार 2 चरण 1 चरण का चुनाव हो रहा है, दूसरे चरण 11-14 को उन सबों का थोबड़ा साफ हो जाएगा।
साथियों, पहले चरण के मतदान की और मतदारों का जो उत्साह है और अब तक मुझे जो जानकारियां मिली है, मतदान की शानदार तस्वीर सामने आ रही है। हमारी माताएं बहनें बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रही है। बिहार की बेटियां जंगल रात से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बन करके खड़ी है और मतदान मथक पर जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है। भारी मात्रा में मतदान कर रही है। सुशासन की सरकार में बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। माताओं बहनों को सम्मान मिला है। इसलिए वे भारी संख्या में आज वोट देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के अनेक दशकों तक उन लोगों ने सरकारें चलाई, लेकिन उनको कभी जीविका दीदी बनाने की याद नहीं आई। उनको लखपति दीदी बनाने के पैसा डालने का ख्याल ही नहीं आया। उनको कभी ये याद नहीं आया कि बहनों का बैंक खाता खुलवाना है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आवास योजनाओं के घर बहनों के नाम पर कराना है। साथियों, ये काम एनडीए की डबल इंजन सरकार कर रही है। मोदी ने
सरकार सीधे कम से कम 10,000 रुपये को मटर खाए नए रोजगार शुरू करने के लिए बहनों के खाते में जमा कर रहे हैं। अभी तक 1,40,00,000 बहनों के खाते में ये पैसा पहुंच चुका है। आप कल्पना कीजिए, अगर बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और देश का सबसे भ्रष्ट परिवार जो जमानत पर बाहर है, ये दोनों अगर सत्ता में होते तो ये पैसे बहनों के खाते में नहीं, ये कांग्रेस आरजेडी के नेताओं की तिजोरी में पहुंच जाते। साथियों, अभी तो सत्ता से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, तब भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। ये नाम के साथी हैं, काम तो एक दूसरे को नीचे घसीटने का ही कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, शहर में आरजेडी वालों के इतने पोस्टर लगे हैं, आपने उनमें कांग्रेस के नामदार की एक भी तस्वीर देखी क्या? दिखाई दिया क्या? अगर कहीं होगी भी तो दूरबीन से देखे बिना दिखेगी भी नहीं। अब दूसरी तरफ आप लोग कांग्रेस के नामदारों की रैलियां देखिए, उनमें कांग्रेस के नामदार आरजेडी के नेता का नाम तक नहीं लेते। ऐसी छुआछूत कि एक दूसरे का छाया भी उनको
पार्टी के नेता जो घोषणा करते हैं उस पर कांग्रेस के नेता चुप हो जाते हैं। साथियों, असल में बीते कुछ महीने ये कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी बड़ी है और आरजेडी तो छोटी पिछलग्गू है। लेकिन आरजेडी वालों ने कांग्रेस के इस अहंकार को चुनौती दे दी। उनके नामदार के अहंकार को चुनौती दे दी और उन्होंने तय कर लिया, मैं तो मरू तुझे मार करके रहूंगा। ये एक दूसरे को मारने में लगे हैं और कांग्रेस की करपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी चोरी कर ली। अब कांग्रेस के लोग आरजेडी से बदला लेने में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस के नामदार है वो काफी समय से गायब है। लोग बताते हैं ये तो बिहार आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्तियां लाया गया है। लेकिन अब ये उल्टा आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सत्ता के स्वार्थ के लिए जो अपने साथियों के साथ ऐसा दगा कर सकते हैं, वे बिहार के हितैषी कभी भी नहीं हो सकते। साथियों, मोदी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम कर रहा है। स्वदेशी को बढ़ावा दे रहा है। वोकल फॉर लोकल पर बल दे रहा है। ये जो आप लोग चीजें बनाते हैं ना, मोदी कहता है वो पूरे हिंदुस्तान में बिकनी चाहिए। आप जो चीजें बनाते हैं वो चीजें दुनिया में बिकनी चाहिए। अगर आपकी चीजें देश और दुनिया में बिकेगी
यहाँ के लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा? आप जरा जवाब दीजिए, फायदा होगा कि नहीं होगा? यहाँ के लोगों को रोज एनडीए ने ठाना हुआ है कि बिहार का नौजवान